Bir boy kishi qulni ozod qilmoqchi bo'lib so'rabdi. Seni hozir ozod qilaman, ko'nglingdagi gapni qilgin. Agar sen hur odam bo'lib, mushu uy to'shqichilik mol-mulking bo'lsa, nimalarni qilgan bo'larding? Qul bo'lsa, agar mushu uyim to'shqidek mol dunyorim bo'ldigan bo'lsa, dunyodagi eng yaxshi xo'jayindan birini setib olgan bo'lardim, deb javob berdi. Shundoq. Nodonga o'gitalaysiz. Qo'polni tuzalaysiz. Ammo xo'rliq bilan cho'ng bo'lgan har kishining nafsiga erkaklarga loyiq izzat, g'urur va jasorat singdirishingiz qiyin. Demak, hur bo'lish uchun inson jismining ozod bo'lishi yetarli emas ekan. Tafakkurni ozod qilish kerak ekan. Shundala o tümür kishilar orasidami hur bo'lib yashayotgan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Sovet ittifoqi Turkiston diyorlaridan majburlab urushga elib kelingan musulmon askarlar germanlarga asir tushib qoldi. Germanlar ularni necha kun och qo'yib, ondan yemeklik tashlab berib, ularni yemeklik talishib, urushgan xunuk holatlarini tomosha qilmoqchi bo'ldi. Lekin ularga bo'lib tashlanganida germanlar o'ylamag'an manzilga duchor bo'ldi. Chunki musulmonlar och bo'yirlardek bo'lkini talab tortishib ketmaydi. Balki uni asta ilib, surtib, bir-birlariga taqsim qilib bo'lishib yedi. Musulmonlarning bu holatni ko'rgan german ofitserlar hayron qilishdi va buningdan qattiq cho'chib ketdi. Chunki germanlar asirlikka tushib, hayotining eng og'ir kunlarini o'tkazayotgan bu musulmonlarning vujudidan g'olib kishilarga mansub yoshirin bir kuchni ko'rgan edi. Islom tarbiyasi ostida yetilgan bu yoshirin kuch mayli musulmonlarning eng zaif holatlarida bo'lsin, shani shavkatlik davrlarda bo'lsin, o'z ta'sirini ko'rsatib keldi va ularni Allohdan boshqaga qul bo'lmaslikka yetakildi. Har doim yangi uyg'unish, qayta oyoqda turish uchun kurashlarni davom qilib keldi. Sultan Muhammad Fatih İstanbulni fath qilish oldida salohiyatini yoshirgan holda shahar ko'chalarini orlab, xalqning holini bilmoqchi bo'ldi. U rasta baqqallar orasidan o'tib o'tib, bir kishidan ba'zi bir kerakli narsalarni setib olmoqchi bo'ldi. Baqqal bo'lsa, uningga lozimatliklarning hammasini setib bermaydi. Va deydiki, "O'g'lim, men bugunlik savdomni boshlab oldim va bu menga yetadi. Boshqa lozimatliklarni udulimdagi do'konchidan setib olgan, u tirikchilik qiladi emasmi?" deydi. Buni ko'rgan sulton nihoyat xushal bo'ldi va Allohga hamdlar bo'lsinki, bundoq bir xalqim bor yerda inshaalloh Konstantinopolni fath qilaman deydi va uni fath qiladi. Mana bu bizning g'albiga erishishdagi muhim omillardan biri edi. Lekin keyingi vaqtlarda musulmonlardagi g'alba angishtarlari bo'lgan bu fazilatlar din dushmanlarining ideya aqart sharkatlariga uchirdi va turli go'zal nomlar bilan o'zlashtirildi. Ko'pchilik o'z nafsiga cho'q tortish bilan g'aflat darvozalariga oyoq bosdi va birliklari buzildi. Yer yuzida ijtimoiy butunlik, birlik va jamoat hamkorligini yo'qotib qo'yuvchilar birlikini, kuchini va madaniyatini qo'g'dab, bularga ega chiqishlar tarafidan munqarid qilingan. Musulmonlarni bir yer jam qilib ittifoqlashtira oladigan islomiy axloq va siyosiy prinsiplardan uzoqlashish natijasida musulmonlar hayvonlardan past maxluqlarning mustamlik ostida qoldi. Mana bu shuni ko'rsatadiki, Allohning maxluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lida hargizmi yutkilishini, ya'ni azobdan azobga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yutkilishni ko'rmaysan. İnsan nafsidagi buzg'unchi xarakterli kuch-quvvatlarning tizginlanishi qanday qilganda birlikda tang yashab, mavjudlikni qo'g'dug'ili bo'lganligini va bir-birlariga qanday qilganda yordam qilg'ili bo'lganligini o'rgangandila ondan tizginlandi. Jamiyatshunos Malik Nabi madaniyatning shakllanishi to'g'risida madaniyat 3 turli bosqichni besib o'tadi deydi. Birinchi bosqich har bir madaniyat paydo bo'lish va boshlanish nuqtasida diniy ong paydo bo'ldi. Bu bosqichda inson psixik jihatdan eng yaxshi va faoliyatchan bo'ladi. Urg'ib turgan kuchi tayyor holatda bo'ladi. Bu har qanday jamiyatdagi madaniyatning oltin davri hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda jamiyatda ba'zi bir salbiy ko'rinishlar paydo bo'lishga boshlaydi. Aqida buzilishlari va ijtimoiy zulm paydo bo'ldi. Shaxsiyatchilik oshkor bo'ldi. Yakka manfaat kollektiv manfaatdan yuqori o'rin qo'yildi. Demak, kuch parchalanib, ijtimoiy harakat bo'linib ketdi. To'g'ri yo'nalishda manqonlar oz bo'ldi. Üçüncü bosqich psixika jihatdan parchalanish bosqichi bo'lib, madaniyatning yiqilish bosqichini ko'rsatadi. Bu bosqichda shaxsiyatchilik tuyg'usi avj oladi. Ko'ngil tuyg'ulari, havoyi havaslari, axloq va qimmat qarash kontrolligidan chiqib ketadi. Shaxsiy va ijtimoiy aloqalar parchalanishga boshlaydi. Bu madaniyat tarixida o'chish va tushkunlik bosqichi deb ataladi. Shaxslar dunyosidagi nachar aloqaning moddiy va ma'naviy dunyoga tez va yomon ta'sir bo'ldi. Chunki shaxslar dunyosida nachar, passiv odamlarning ustun o'ringa chiqib olishi va ijtimoiy kasalliklarning jamiyatda avj olishi madaniyat jihatdan yiqilish bosqichining boshlanishidir. Madaniyat tushkunligi ruhiy, aqliy saviyadagi tuvan psixika omillarni keltirib chiqardi. Psixika tushkunligi
inson diqqat qilmagan vaqtda ummatning ijtimoiy va iqtisodiy hayotini kontrol qilib ketadi. Ruh va aqlning ta'sirlari qo'rilib qolgan vaqtda ko'ngil tuyg'ularining orqanlaridan yeshilib ketadiganligi, natijada insonni ibtidoiy yoki hayvon saviyasiga ilib bordiganligi Allohning qonunidir. Bugun biz musulmonlar hayotimizning yirik bir qismini qarab chiqadigan bo'lsak, shahodat keltirib, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi va bandasidir deb bergan guvohligimiz qarshisida bizlarning nimalarning bo'ysundirganligini ko'rib chiqalaymiz. Kimlarni mol dunyo, kimlarni shon shuhrat, kimlarni havo havas. Hurlik va sharafimizning asosini uyushtirgan islomiy dunyo qarash va axloq bilanla oliyjanob shaxslar maydonga chiqdi. Va bu shaxsiyatdan shakllangan bir to'plum bilan faqat yagona Allohga bandichilik qildigan hur davlatimiz, hur hayotimiz, hur jamiyatimizni shakllantira olishimiz mumkin.